Avtoseri kuzatuvchilari, mana hozir bitta shinamontajlarimizni ko'rsatib o'tamiz. O'zi o'sha bilasizlar, mashhur o'sha Avtoservis Uz brendida keladigan shinamontajlarimiz, garantiyali, har doim zapchastlari bor, hamyonbop uskunalarimiz. Shunga birinchisi mana eng hozirgi mana trendda bo'lgan o'sha navorot deydi-yu, zo'rlardan bittasi, tak 24 gacha ochadi, lagani, mana bunaqani plasmas mana narsalari ham bor, mana bu o'sha diskalarni qirmaydi va yana bir nechta narsasi bor yana komplektida mana. Komplektda mana bunaqa narsalar bor, mana diskani qirmaydi va montirovka bilan ishlasangiz, mana sasov tortadigani bor. Mana bunaqani moliydigan shotkalargacha ham, mana bu zapchaslargacha ham mana qo'yib qo'yishgan mana. Ko'rdingizmi? Продувочный pistoletlar ham bor. Bu shinamontajimiz LB 9572 modeli. Tretya ruka deyiladi-yu mana. 3-qo'lli. Mana bu stoykasi mana orqa ketadigan va mana bu o'sha mana prujnalar tushadi. Pnevmatikali. Mana bu datchiki bor. O'sha 3-qo'lli deb yana bir bor aytib o'tamiz. Bu aynan o'sha saka diskalarga, o'sha lito diskalar bilan ishlashga juda ham qulay. Endi kattaroq balon bo'lsa, o'sha saka diska zo'r. Bu apparatdan sekinroq ishlaysizlar, lekin qirmasdan chiroyli qilib o'sha Range Rover zo'r mashinalarga xizmat ko'rsatsa bo'ladi. Ikkinchisi 959 IT degani, endi IT degani bu tani eng afzalli tomoni buni boosteri bor. Mana bu shunday havoni urib turib, benzin sepib turib, yoqib turib, keyin qo'shilasiz qolmaysizlar. Mana buni shunday bosasizlar, tapida o'sha o'zi bosim bilan, davleniya bilan balonni tekislab havo urib beradi. Shuning uchun ham shu IT modeli. Bu tak shinamontajimiz 26 gacha ochadi. Bu yoq bilan mana 26, bu yoq ichkarisi bilan o'sha 23 maksimum. Bu ham o'sha saka diskalarga, oddiy diskalarga ham juda ham qulay apparatlardan bittasi. 959 IT degan modeli. Mana narsalargacha bor. Bu narsa diskani taqayotganda shunda mana bir tomonni ushlab turishga juda ham qulay narsa. Shu montirovka bilan ishlayotganda. Tak, bu yoqqa kelsa, endi trendga chiqqan shinamontajlarimizdan bittasi o'sha 955 modeli. Ichkarisidan 21 oladi, o'sha 22 maksimum, tashqarisidan 24 oladi. O'sha eslab qolinglar, hurmatli obunachilar, bizga ko'p savol tushadi. O'sha 24 nima 24? Hamma o'shanga yopishib olgan 24 ga, lekin 24 mana bu yoqdan ushlaydi. Endi opasniyroqda 24 qo'yib turib ishlasanglar, ham chiqib ketib qolishi mumkin. Atak zo'r shinamontaj apparatidan bittasi. Endi mana apparat ham bor, mana bu qulayligi mana ko'rdinglarmi? Bunday tushirayotganda pastga mana bu yordamchi qo'l bo'ladi. Va sekin o'sha bartovka qo'yotganda yordam beradi. Tak, bular o'sha 8 atmosferada ishlaydi, o'sha kompressor orqali. Mana 3 ta pedali bor buni. Endi mana bu 959 o'zi, bu 959 o'zi o'sha 26 ochadi. Mana bu o'sha bonus sifatida bunaqa narsalar ham bor. Mana bu datchiklari ham mana buni o'sha elektronniy datchik. Xullas, bunga pulimizni ayamaganmiz, to'g'risi aytsak, biz o'zimiz yig'ib kelamiz-ku, buni Xitoyda zakaz beramiz, astoydil. Yo'q, qarasang mana bu yoqda. Bu DL 450 Plus. Bu ham legenda shinamontajlar. Zo'r utkalari ham, mana bu lagani ham. Bu 24 gacha ham oladi. Bu shu gap, o'sha tashqarisidan 24, ichkarisidan 22. Zo'r apparat, necha yildan beri ishlayapti. Mana temir ham baquvvat, zo'r ishlangan. Mana bu rezinkalari mana yonida. Endi bu apparatlarning ichida zo'r zapchaslar qo'yilgan. Kechaga $900 qilib beramiz buni. Endi mana bu premium klassik apparatlar. Bu Dalekibao G620. G620 degan G'si degani Saro degani, buni R620 ham bo'ladi, G'si ham bo'ladi. Endi bunda ham mana bunaqa o'sha yordamchi qo'li bor. Mana shu yordamchi qo'lni bundoq qo'yiladi. Mana shu mana ko'rilgan plasmaslari o'zi ham zo'r turibdi bu. Shinamontaji $1150 qilib beramiz. Kesinglar 5 ta pedalli. Ishlashlari chotki. Endi men bunga kelsak, tak bu 26 gacha oladigan shinamontajimiz. Buni afzalligi qaranglar. Tak, bundoq qilaylik, mana bundoq kirdi. Kirdi. Bundoq qildimi? Bu yuradi. Shu oxirgisi mana shu 26 gacha oladi. Atak ichkarisi o'sha 23 maksimum balon diskalarni taqib yetsa bo'ladi. Buni modeli DL 528 Dalekibao. Buni ham mana shtangasi yotadi. Bosseli orqaga ketadi, ham bosseli oldinga qaytib keladi. Shu aziz obunachilar, agarda sizlarga ham mana shunaqa zo'r, sifatli, kafolatli uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. O'sha Sergeli katta yo'ldan kelsanglar, o'sha BYD Sergeli avtosalonni ro'parasida avtoservis uskunalari do'koni. Ro'za oylarida mana hozir sizlarga zo'r narxni qilib beramiz. O'zimiz ham mana qimmat sotmaymiz-da, harakat qilamiz, o'sha odamlar xursand bo'lib ketsin, ishlarini boshlab olsin yoki o'sha ishlab turgan joylar yana ham barakali bo'lsin deb har doim niyatda biz narxlarni zo'r qilib, chiroyli kelishtirib, odamlarga faqatgina xursandchilik olib kelsin deb
harakatdamiz mana shu uskunalarimiz. Tak, o'zi uskunalar o'sha $700 boshlanadi mashina montajlar. Kelinglar, yana gaplashamiz, yana kelishamiz. Xudo xolasa avtoservis uskunalari xizmatda.